Masjidda jamoat namozida farz o'qilgandan so'ng odamlar sunnat namozini o'qish uchun joylarini o'zgartirib, har xil joylarda o'qiydilar. Shunday qilish kerakmi o'zi? Bismillahirrohmanirrohim. Albatta masjidlarda shu odat avvaldan ulug'larimizdan bizga odat bo'lib keladi. Namoz o'qigan namozxon farzni o'qigandan keyin sunnatlarga va vojib namozlarga joylarini o'zgartiradilar. Fiqhiy kitoblarimizda aytadilarki, namoz o'qiyap turgan namozxon farz o'qigandan keyin, ayniqsa jamoat bo'lgan holatda farzni ado qilgandan keyin farzning tugatgandan keyin farzning kayfiyatini o'zgartirish kerak. Masalan, imom mehrobda turgan bo'ladi, jamoat saflarini zichlab turgan bo'ladi. Toyinki namoz tugagandan keyin tashqaridan kelgan odam jamoat bo'lib namoz o'qilyapti ekan hali beri deb iqtido qilib olmasin. Shuning uchun imomni oldiga bir kishi chiqadi yoki imom orqaga chekinadi va odamlar xolilashib o'qiydi. Yangi kirgan odam jamoat namozini tugaganligini bilishligi uchun. Bu birinchi jihatdan. Ikkinchi jihatdan Imom Sarasiy rahmatullohi alayhi o'zlarining mavsud kitoblarida aytadilarki, qiyomat kunida makanal musalli yashhadu lahu yawmal qiyama deydi. Ya'ni namoz o'qiguvchining joylari qiyomat kunida namozxonning foydasiga guvohlik berar ekan. Shuning uchun ham joylarni ko'paytirishlik afzal deydi. Masalan, bir joyda namoz o'qisa, keyingi namozni boshqa joyda o'qiydigan bo'lsa, to'yingi qiyomat kunida Alloh taolaning huzuriga borganda albatta ko'proq joylar bu odamni namoziga guvohlik beradi. Shu jihatdan ham ulamolarimiz buni mustahab ish degan ekan. Bir joydan boshqa bir joyga ko'chib namoz o'qishlikni. Lekin bir joyda namozini o'qsa hech qanday karohati yo'q, buni hech qanday monelik joyi yo'q. Vallohu a'lam bissavob.